Assalomualaikum. Nexia 3 geldi shunda atab. Sazollarni görasizlar. Krel zamin bo'ladi, buferni o'zini ishlab beramiz. Faram zamin bo'ladi. Kubaklari yo'q, kubaklarni zamin. Buferni o'zi qasında degasi, shuni o'zini ishlab beramiz buferni. Nexia 3'ümüzden ham kraskalarni chapib oldik. Bu mashinamiz srochniya keladi, o'tib beringlar deb. Peshingi soat 5larda geldi. Zapchastlarni giysa bo'lsam, topib keldilar 8:30. Krel farlarni olib keldilar. Krellardan boyadik ya. Zakonni etib. Sagrellarni ham ko'raverasizlar. Birer bo'lib chiqdi. Kimga shuning srochniy xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, telefon urib kelaverasizlar. Tez, sifatli, zo'r etib chiqarib beramiz. Kanala obuna bo'lib, like'lardan chiqmasin. Nexia 3'ümüzden şu buferni çekkesini krela mehkemlerden joyini mehkeme etip joyini yapıştırganmiz yine. Sezlerim çıkıp ketmiyor. Demiri var, şunu koysak tam mehkem bo'ladi. Bunun üzülüp düşüp yatıyordu. Şu narsani ko'p ustalar shu yerga o'tilgani uchun krel bilan buferni liniyasini chiqarib bilmaydi, yaxshi akkal bo'lmaydi. Ya shu narsasi o'tilgani uchun toza bufer qo'yish kerak dedi. İşimize e'tibor berasizlar. Nexia 3'ümüz ham tayyor bo'ldi. Yönetilgan ishlar krel toza qo'yib qo'yildi. Far toza qo'yildi. Buferni o'zini o'tib berdik. Zazorlarni görüp e'tibor berasizlar. Zavod bo'lib chiqdi. Даже zavoddan tarafına zavod qo'ydi. Bizni görüp xabar boraverasizlar.